Bugun sizlar bilan Samsung va boshqa firma apparatlari ichida ajralib turadigan ruchkali Note seriyalari haqida gaplashamiz va telefonlarimizni bitta-bitta obzor qilib o'tishga harakat qilamiz. Samsung Note 8 telefonimiz o'z vaqtida va hozir ham juda ham bir sifatli, mashhur bo'lgan telefonlarimizdan. Haligacha o'z o'rnini Samsung flagmanlari ichida yo'qotmaydi. Undan keyin Samsung Note 10 telefoni. Bu ham juda mashhur telefonlardan. Samsung Note 10 dan keyingi seriya Note 10 Plus seriyasi bo'lib sotuvga chiqqan va juda ham bir qo'lda turishi, ish berishi, hozircha tezligi, operativkasi bo'yicha juda ham mashhur va 25 ultragacha operativkasi tenglasha oladi.